O'zbekistonlik afsonaviy bokschi, Olimpiada o'yinlarining 2 karra chempioni Bahodir Jalolov professional boksdagi navbatdagi jangini Toshkent shahrida o'tkazadi. U 14-noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan Lift promouterlik kompaniyasining navbatdagi turnirida nigeriyalik bokschi Salomon Adebayoga qarshi ringga chiqadi. Bu ikki bokschi haqida gapiradigan bo'lsak, ikkalasi ham professional boksda mag'lub bo'lmagan. Bahodir Jalolov hozirgacha 16 ta jangda g'alaba qozongan. Adebayo esa 14 jangning barchasida g'alabaga erishgan. Biroq shuni aytish kerakki, nigeriyalik bokschi janglarining deyarli barchasini Afrikada o'tkazgan. 13 ta jangini Nigeriyada, 1 ta jangini esa Tanzaniyada o'tkazgan. Ya'ni uning g'alabalari asosan mahalliy raqiblarga qarshi bo'lgan. Demak, u hali jiddiy darajadagi bokschilar bilan ringga chiqmagan. Bahodir Jalolov esa hozirda jahon boksining yulduziga aylanib bormoqda. So'nggi jangini 6-oktyabr kuni Rossiyada IBA tashkiloti doirasida o'tkazib, mahalliy bokschi Vitaliy Kuduxovni mag'lub etdi. Bahodir professional faoliyatida AQSh, Qozog'iston, Rossiya, Meksika, BAA va O'zbekistonda jang qilgan. Ya'ni faqat kuchli ring maydonlarida bellashgan. Shu sababli Lift turniridagi bu jang Bahodir Jalolov uchun hech qanday jiddiy xavf tug'dirmaydi. Faqat rekordini yanada yaxshilash uchun o'tkaziladigan jang bo'ladi. Chunki nigeriyalik raqib bizning bokschiga jiddiy qarshilik ko'rsata olmaydi. Do'stlar, sizlarni 14-noyabr kuni Toshkentda bo'lib o'tadigan Lift turniriga taklif qilamiz. O'zbekistonlik bokschilarimizga katta g'alabalar tilaymiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing.